Ha, hozir olib keltiraman hozir. Qo'shni, yaxshimisiz? Qaraysiz, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qani kiring uyga. Mehmondorchilik bo'lgan. Tug'ilgan kunim edi. Nechaga kirdingiz? 40 ga kirdim. Umr ham o'tib ketishini qarang. Anchadan bir o'zi aytaman deyman. Bir joyda qo'shnimiz, yoshimiz ancha katta bo'lib qoldi. Ertalab birga ibodatlarga chiqsak bo'lardi birga. Yosh bo'lmayapmiz bu yog'iga. Bo'ldi. Chiqamiz. So'z beraman. 40 ga kirsam hamma narsani tashiyman degandim u sizga. Ertalab bomdodga chaqiring qo'shni. Chiqaman. Bo'ldi, gap so'z. O'g'il bola gapmi? Erkakcha gap. Ertalab chaqiraman biz. Bo'ldi. Abduqodir, Ha? kirmaysanmi? Mehmonlar kutib o'tiribdi. Ha, hozir. Kiring qo'shni, kiring. Rahmat. Mehmonlar bor edi. Xo'p, rahmat. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kecha mehmonlarni kuzatib, uy kirib mazasi qochib qoldi. Menga ham telefon qilib qolishdi. Kelgunimcha omonatni topshirib.